Avvalo 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan barcha ta'lim muassasalarida ta'lim tarbiya berib kelayotgan ustozlarni, shu jumladan menga ta'lim bergan Samarqand viloyat Narpay tumani 10-o'rta ta'lim maktabidagi ustozlarimizni va ulardan aynan Temir va Salima opamni chin qalbimdan kasb bayram bilan tabriklayman. Ustoz o'zi kim? Shunday bir savol. Ustoz avvalo bizni o'sha hayotdagi o'rnimizni, har bir insonni, nafaqat bizni, jamiki insonni hayotdagi o'rnini topishida o'zining tajribalarini, o'zining bilimlarini, ko'nikmalarini o'sha shogirdiga qalb qo'ri ila tutadigan inson. Hazrat Alisher Navoiy shunday bitiklarni bitgan ekanlar. Haq yo'linda kim senga harf o'qitmish ranjila, aylamoq bo'lmas oning haqqin minganchila. Ya'ni bizga har bitta harfni ming ranjitish ila o'rgatgan ustozlarimizni ham bizga bergan o'sha ta'lim tarbiyasini haqqini ularga ming tashakkurlar, ming ganchlar ila, ming tavozi bilan ham buni haqqini ado qilib bo'lmasligini mana shu 4 misra satrlarda bitib ketgan ekanlar. Ustoz naqadar buyuk, naqadar oliyjanob, ularning bilimlari shogirdlarga qorong'u yo'llarni yoritishda mash'aladek xizmat qiladi desak xato bo'lmaydi. Buyuklardan biri aytgan ekan, agar bir varoq bo'lsa ham gazeta o'qimagan insondan yoki umuman mutolaa qilmagan insondan biron bir yaxshi ishni kutib bo'lmaydi. Avvalo ular mutolaa bilan, avvalo ular hayotiy kuzatuvlari bilan shogirdlariga beradigan bilimlarini o'zini ongi shuurida shakllantiradi. Ustoz shunday buyuk, shunday mo'tabar, shunday ulug' zotdir. Mani hayot yo'limda, ya'ni kasbim yuzasidan rejissor bo'lib shakllanishimda o'chmas iz qoldirgan ustozim bu O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shomurod Yusupov. Ustozni bitta o'gitlari har doim qulog'imni tagida jaranglab turadi. Sen spektakl sahnalashtiryapsanmi? Sen bilan birga ishlaydigan rassom, aktyorlar, kompozitor, jamiki chiroq ustalari, jamiki ijod ahli bilan ularni yuragini urishini, o'zingni yuragingni urishini temperamentiga moslashtirsangina senda, ya'ni qilayotgan spektakling muvaffaqiyatli chiqadi. Xalqni qalbiga kirib boradigan spektakl bo'ladi deya ta'kidlagan. Har doim bir narsani ko'p ta'kidlagandi ustozlarimiz, maqsad va oliy maqsadingni aniq qilib olgin bolam deydi. Yana bir narsadan faxr hissini tuyamanki, ustozni ko'plab shogirdlari bor, lekin ularning ichida sanoqlilarigagina bolam deb tanbeh beradi, bolam deb ularga o'git o'rgatadi, ilm o'rgatadi. Shulardan biri bo'lganimdan men ustozimga tashakkurlar aytaman. Ustozlarimizni hayotda, bizni bugun hayotda yo'limizni topishimizda juda ham o'rinlari beqiyos. Va shunday ustozlardan yana biri Ma'mur Umarov ustozim. Ma'mur Umarov drama nazariyasida juda ham ko'p bilimlarni berib, bizni o'sha rejissura sohasida tayanch bo'ladigan bilimlarni, ya'ni nazariyasini Ma'mur Umarovdan olganmiz. Maryam Ashurova ustozlarimiz. Ularni biz hech qachon va yana bir karra aytaman, hech qachon bergan bilimlarini, bergan ta'limlarini unutmaymiz. Hammamiz bilgan, ya'ni biz san'at sohasidagi insonlarni dasturi amali desak xato bo'lmaydi. Aristotelning Poetika degan asarini Farobiy 200 marta o'qib chiqib, bilganlarimni xalq bilmasa gunoh bo'lur deya taqriz yozgan ekanlar. Ana shu kitobni deylik Alisher Navoiy 40 marta, Ibn Sino 60 marta, Farobiy 200 marta mutolaa qilgan ekanlar. Bu kitobni yozgan inson, ya'ni Arastoni shogirdlari
Aleksandr Makedonskiy ustoz, siz qayerda dars o'tishni xohlaysiz, bizga qayerda ta'lim berishni xohlaysiz deganda Aristotel aytgan ekanlarki, men likeyda dars berishni xohlayman. Ya'ni bog'da. Bizni tilimizda aytadigan bo'lsak, bog'da, ochiq havoda, tabiat qo'ynida dars berishni xohlayman. Bu juda ham hozirgi kundagi taraqqiyotimizga xizmat qiladigan fikrlardan biri bo'lgan desak xato bo'lmaydi. Chunki biz tabiat bilan uyg'unlashib bilim olsakkina tushunib yetyapmizki, yaxshiroq bizni qonimizga, tabiat bilan birlashishimizga, biz tabiatning bir bo'lagimiz-ku axir. Birlashib yana ham bizni hujayralarimizgacha singib ketishligini o'sha paytda aytgan ekan. Ya'ni tarix bizga ko'p narsani o'rgatadi. Tarixdagi ustozlarga va bugungi kundagi ta'lim-tarbiya berib kelayotgan juda ham chiroyli sharoitlar yaratilyapti. Bu uchun hukumatimizga, hozirgi kunda beriladigan ustozlarga yaratib berayotgan shart-sharoitlar uchun minnatdorchilik yo'llaymiz. Faqat ustozlarimizdan, hozirgi kunda faoliyat yuritadigan ustozlarimizdan o'sha bizni bobolarimizdek farzandlarni yetishtirishda hormasdan, tolmasdan mehnat qilishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Biz buyuk yurtning, buyuk bobolarning avlodlarimiz. Demak, ajdodlarimizga yarasha avlodlar yetishtirishda hormanglar ustozlar.